Mayli qandaqli qilsam o'zim yoqtirgan olaman. Shun ularning ra'yi qarab o'ltirsam bo'lmaydi-da. Bu ishlarni keyinga qo'yib, avval Guljamalning ko'nglini ustirish qaroriga keldim. Nurunsa chiroy jihatda yomon emas bo'lgan bilan Guljamaldek chiroyli emas. Yana kelib Guljamalning yurish-turishlarimi, gap so'zlarimi, kishilar qilgan muomalasimi xuddi eqin sudek yiqimliq, Majnuntaldek avrishim, oftobdek illiq edi. Nurunsada qo'pol, erkak mijoz, turgan putkini sepi o'zidan to'mpay emas edi. Ham uningdek og'zini assa odam tillaydigan, qo'lni ko'tarsa kishiga shiltib, shalini chachadigan xuyi yo'q edi. Endi u Nurunsa boshdan tatib undaq emas edi. Men to'y qilamiz deb ozdirib, mush kechiki boshlagandan beri shundaq erkak mijoz qiliq chiqarib oldi. Balkim erkalab shundaq qiladigandir. Ammo buningga davomli yo'l qo'yaversam bo'lmaydi. Eng muhimi hozir ko'ngil Nurunsada emas. Guljamalning uyining qo'shni yezidagi ekanligini bilib, darhol shu tarafga chapdim. Ondan xalqdan so'rab, surishti qilib yurib, Abdullah Xotib oxunimning uyini topdim. Lekin shuncha jafo tatib izlab topqinimga, ham chinqi tushdan boshlab uyining atrofida oylanib, agib yurganimga tushliq Guljamal uydan chiqmay qo'ydi. Albatta, u mening izlab kelishimdan bexabar edi. Shundaqdimi havodan nafas olib, optipiga birdam qoqlang'ila bo'lsam chiqmadi. Bu ishga ichim pishib, jeli bo'lib tursam, o'tgan kechgan qiz cho'kallarning suydik turgan eshakdek tishlarini chiqarib, bezanglik bilan kulib qo'yib o'tib ketishlari jinimga patdi. Bu yerda cho'gilib yuraverib, kimlarningdir diqqatini tortib qo'ygan bo'lsam kerak. Yenimdan o'tib ketayotgan bir qiz ko'zlarimning balxonasiga qarab qo'yib, yenimdan qayta-qayta o'tishga boshladi. U uyga kiratdi. U uydan chiqib bu uyga kiratdi. Yana u yerdan chiqib boshqa bir uyga kiratdi. Ishqilib ko'chining u beshidan bu beshigacha necha uyga kirib chiqib bo'ldi. Ko'zlari mendan uzilmaydi. Mening atrofimni oylanib yurgandek, men turgan yerga kelishni xohlaydigandek qilatdi. Bu hol uning men qiziqib qolganligi hamda mendan gap tama qilib qolganligini purtib turardi. Shuningdek, bu yerda oylanib yurish menga taskilayotdi. Oxiri bundaq saqlab turish bilan ishdan o'tmaydiganligini his qildim. Oxir kashim bo'ldi. To'xta. Dedim men o'zimga, kallamga bir aql kelib. Mushu bahorda Guljamalni ko'rib olaman. Topgan bu aqlimdan suyunib, yuragim o'ynab ketdi. Üstü-bishimni bir aqur tuzashtirgandan keyin asta berib qo'shqanotlik aygini yenik mushladim. Shu hamon voyla ichidan bir ayolning ovozi anglandi. Ishq o'chiroq kiraverasizlar. Yenik ishtirib ichishim bilan xuddi bir yer chimdib olgan odamdek echinishli g'achirlab ketgan aygunni ichimda ming'itillab, ayminib qana voyliq kirdim. Voyilda o'ttir yoshli bir ayol bir dona chelakni ko'tarib turardi. Men kiribla ayolga adab bilan salom qildim. U meni ko'rib qo'lidagi chelakni yerda qo'ydi va qo'l bog'lab turib salomimga javob qaytardi. Obdan turdingizmi? Kep qapsizg'i? Bir ish bilan to'yanki mahallidan keldim. Qaytishimda kech qoldim. O'zlarini avr qilsam bo'ladimi? Qizarmay, tatarmay shundaq deyilganligimdan bir turib nomus qilib ketdim. Lekin deydig'ini deb bo'ldim. O'zimni urib bersammi, og'zimdan chiqib bo'lgan gapni ichimga sololmayman. Voy, bo'lmamdigan balam. Dedi ayol chiroyiga villadi kulgi yugurtib. To'lmi obdan bo'ladi. U shundaq deb kayniga burilib, so'qmatamliq uyining malangizlik ishkiga qarab to'ladi. Guljamalxon? Voy, Guljamalxon. Shaqqida cho'gini suv chiqma xanim balam. Ayolning Guljamalning ismini chaqirishi bilan yuraklarim teximi o'ynab, boshqicha so'qib ketdi. O'yilning uya buyruq qarg'an bo'lib turib oldim. Sizlar dikkida chiqib kirsizlar xo'jam balam. Ayolning shunchalik muloyimlik bilan aytgan gaplari ko'nglimni shurida eritib, vujudimga illiq bir sezimni tarqitib o'tdi. Uning so'zlarini Imon Xo'jamning qo'pol gap so'zlari ham sat izo ahonatlari bilan selishtirib, ko'nglim bir qismini bo'lib qoldi. Ayol o'tmay gullik malangzi qayrilib, o'sma qo'ygan inchki qoshlari qarlig'ashning qanotlaridek qayrilib turadigan Guljamal eshikda paydo bo'ldi. Ondan huduqibini kelib, qo'lidagi cho'ginni onasiga sundi. Ayol Guljamalning qo'lidagi cho'ginni elib, ishik qo'llab manga sundi. Asla balam. Boqqa o tarafdan kirdilar. Dedi u so'qmatamning yon tarafiga qo'lini chinab ko'rsatib. Uyning oldiga kelib, bir kimning chiqishini kutib ozroq turdim. Biroq boyaqa ona bola shikaylarning birisimi yo'q. Shuning bilan g'ayrat kelib, malangzidan qayrib ishikni chekdim. Ishikni bayqayol ochgan bo'lib, uy ishchi kirsinchirag'ning yo'riqida g'uva yurib turardi. Men uyga kirib, qo'limdagi cho'ginni ayolga uzatdim. Karslar balam. Allaqachon qorong'i tushgan edi. Guljamal kat ustiga selingan dasturxonga yog'och qachilarga usilgan qo'noq o'girsini quyayotgan ekan. Ayol ishkar ko'ydan leganda non ko'tarib chiqib dasturxonga qo'ydi va men qarab boshqacha illiq kulimsirdi. Ashmo pishib qapti. Karslar balam. Birer qo'shiqdan issiq ichili. Dedi ayol meni dasturxonga taklif qilib. Men o'ziri yetib qaytmoqchi bo'ldim va uchamdagi yaktakni selib ayolga uzatdim. Ayol qo'lidagi un yuqindilarini qiqishtirib turardi.
Angacha Guljamal shipirlab kelib qo'limdagi yaktakni oldi. U yaktakni og'icha ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Ne uchrashdiki, uning menga lappida qargan ko'zlaridan yuragimga bir ulug' o't tutashdi. Joyimda qaqqan qo'ziqdek turib qoldim. Ayolning menga yana nimalarni deganligini ilg'i qilolmadim. Ishqilib, dasturxonga kelib o'ltirishga taklif qilganligini bilaman. Qandaqdir bir kuchning turtkisi bilan ayol ko'rsatgan joyga kelib, yumshoq ko'rpa ustida yukinib o'ltirdim. Ayol oldim qo'ygan bir qoch qo'noq uyg'ursining qo'limga elishimga eshik ochilib, salopatlik bir kishi kirib keldi. İkimiz qo'l ilishib ko'rishgacha chidab bo'g'isiz bir o'ng'aysizlik topinimdan kirgunicha cho'qimiq kelib to'xtadi. Chiqib ketay desam osmon yiroq, kirib ketay desam yer qattiq tuyulib, bu uy kirganimga o'lgidek pushaymon qildim. Biroq nima amal? Bu kuni tomoqdan keyin chiroyli xushlashib yenib keldim. Men agin darvozadan chiqqanda oxinim bilan ayoli orqamdan chiqib o'zitib qo'ydi. Lekin Guljamal chiqmadi. Kashki, mavo ishkadan chiqmay Guljamal chiqqan bo'lsa-chi. Shuncha terishqanlarimga bo'lsin, Guljamalning ovozini bir olgan bo'lsam, yo ko'zning quyruqida bo'lsin, menga bir qatim qarab qo'ygan bo'lsa, xushallikka yurkim yerilib ketmas edi. Ammo bu orzuyimmi men bilan birga Qadinas mahalliga qarab yo'l oldi. Shunday bo'lsa-mu yanada xushal edim. Xiyolimda Nurinsa bilan Guljamalni, Imoni Xocham bilan Guljamalning onasini sedishtirib, ajoyib zo'r o'xshmasliklarning borligini his qildim. Nemil degan bilan Guljamallarning oilasi Nurinsalarning oilasidan ko'p yaxshi bilindi. Tiq kelgusim uchun shirin xiyollarni surib, g'ingshib, naqshi aytqach mengib, qandoqsiga mahallaga kelib qolganimni sezmay qoptiman. Men uyga kirganda, eni sing'illarim allaqachon uxlab bo'lgan. Onam bilan dadam mendan ansirab yotmagan ekan. "Ey, nega odam? Chinib qochganda yo'qolib ketding ya?" dedi dadam ko'zimga qadalib. "Yo, bardiga yerimni deb qo'ymasan, onang bilan fikrimni izlab bormiga yer qolmadi." Shundayman. Ensirab qolar deb o'ylamaydigan ish bormi jinim bolam? Xiyolimdan kechimga ishlar qolmadi. Oh, yuragim tova, ajab bir bol bo'ldingmi sen? Voy, mana men bog'o. Yuqorqi mahalda nazar bo'pti ekan. Og'ini bolalar berib kelayli degandi. Billa bag'on. Keyin ularning uyida birdam o'ltirib kelib, kech bo'p qolganini bilmabdiman. Piyoda kelgandan shu kech qoladigan gap ekan. Yana yolg'on gap qildim. Ammo bu qitim o'zimni ayblamadim. Guljamalni ko'rib oldim. Tig'i bir dasturxonda o'ltirib g'izolandim. Ota-onasi bilanmi ko'rishdim? Har holda yaxshi ta'sir qoldirdim-ku deyman. Shuning uchun bo'lsa-mu, bu yolg'onchiligim arziydi. Ish qilib, uydagilarning burtiga changa tizdim. Shuningdan keyin Arakunda bir Guljamalning mahallasiga qatoraydigan bo'ldim. Berib u yoq bu yoqqa o'ylanib yuratdim. Biroq tunji kuni kirgandagidek uyga usibli kirish mumkin bo'lmadi. Ammo saran ko'nglimning qutirtishi yomon chiqib kelib, putlarim havas shu tarafga tortatdi. Oxir uyan o'ylab, buyan o'ylab, buningga ancha-muncha chorlarni topdim. O zamanlarda hozirgidek esil javallar, oshxona jabduqlari nemish qiladi. Nonpanlarni sevatga selib, to'risqa osqu yasab, sevat bilan esib qo'yib saqlab yeydik. Buning bilan chashqonlarning g'ajalab, buzib o'tishidan saqlang'ili bo'ladi. Bir kuni onam sarg'aytib pishirib, sevat bilan osqiga esib qo'ygan zag'irnamdan 5ni, dadam yakshanba bozordan og'ash chiqqan qo'shmushdak anardan 2ni bir yog'liq chegdimda, piyoda yuqorqi mahallaga qarab mangdim. Abdulla Xotibning uyining oldiga berib, ustivishimni bir oz tuzashtirib olgandan keyin asta berib, aginni yenik mushladim. Bu qitim uyda Guljamalning onasi yolg'iz bo'lib, Guljamal va Abdulla Xotib yo'q ekan. Men uydan yoshirincha og'ach kelgan non va onani Xotibning oyog'iga qo'shqo'llab uzatdim va yolg'on aytib, o'tganda uylariga boshlab, ham dasturxonga boshlab mehmon qilib yaxshi kutib olganlarni onamga deb bergan edim. Onam sizlarga rahmat etish uchun bu narsani sizlarga avatdi, ham o'zlariga salom aytdi. Bu gapimni anglab, xushalliqdan achamning eg'izi qulqiga yetdi. Ish qilib, burtidan o'tib oldim. Yolg'on so'zligimni kim bilatdi? Bu ayolning deb berishicha, Guljamal bularning o'z qizi emas bo'lib, o'z ota-onasi Guljamal 8 yoshga kirgan yili uni Abdulla Xotib bilan ayoliga omonat qilib qo'yib, xat xabarsiz g'oyib bo'lib ketibdi. Guljamal ana shuningdan beri Abdulla Xotib bilan ayolining tarbiyasi dishgan. O'z ota-onasi bu uyda qo'yib ketganda Guljamal aqlini belgidek yoshda bo'g'achqa, texicha o'zini og'il kelmagan ota-onasini to'la eslab xiyol suraverib, jimg'ur, xiyol surishga amroq, odamlarga aralashmaydigan, ishchimizas qiz bo'lib qopti. Uni so'rab talay elchilar kelgan bo'lsa-mu, ota-onasining o'lik tirikligidan texicha xabar bo'lmag'achqa, Abdulla Xotiblar kelgan elchilarni o'zir bilan yondirib, qizni balo qilib o'taveribdi. O kuni ishlar shundoq bo'ldi. Ben xo'shlashib yenib chiqqcha Abdulla Xotib bilan Guljamal qaytib kelmadi. Bu qitim uni ko'rolmay, levimni armon bilan tishlagan peti mahallimga yo'l oldim. At dadam topshirgan ishlarni bir qur qilib o'tib, qo'limni bo'shatdim-da, yana bir bahona tepilib qolar deb umid bog'lab, Guljamalning mahallasiga qarab mangdim.
Ketivatsam kichik vaqtimdagi og'inam Bakri. Hali qushqash kameridan yilon ilib qo'rqib ketgan Bakri og'inam uchrab qoldi. Qarasam, qo'li uzun ba'zi kishilar bo'libmi kentimizdagi maktabga yiroqdan kelib ketib ishlaydigan muallimlar ko'tini ortib olib, paloq o'xshaydigan bir jup panjisiga ikki putlab to'qitmasdan tep haydaydigan mahalladagi cho'nglar shaytonchoq deb atavagan ikki chaqliq to'poq mungizdak g'aliti tutqichi bor birdimiga minib olib, shuning chaqini g'ildiriltib domlatqinicha oldimdan chiqib kelib o'tibdi. U mendek maktabdan chiqib olmay o'rlab o'qigan bo'lg'achqa, hozir yeziliq o'tir maktabda o'qituvchi edi. Darul muallimin damdo, darul mudassib damdo ish qilib, shundaqroq bir maktabni bitirib kelganmish. Shuna qilib bu muallim adash ko'tirik shaytonchoqni yo'rg'iltib oldimga keldi va bo'ynini lekkida etib, salom qilib qo'yib o'tib ketishga tamshaldi. Uning bu qilqiga qarab qo'yim tutdi. Shu hamon oldin turdi. Voy, Bakraxot, to'xtama. Mushkullarda sizning holinglar bak yo'g'on bo'lib oldijimi? Dedim uning oldidan bir qo'limni uzatib turib to'sibla. Adesh, nimangnikan bu? Shaytonchoq kassini otib olgan kishi shundoq yo'g'inab ketamdikan, ha? Yo'q adash. Bakri huduqib aram so'zildi va bu qo'mingizlik tutqichining bir yerlarini ching siqindig'icha ostidagi shaytonchoqni to'xtatdi. Uyga o'ldirib danglar, shu yo'g'inib ketgan ish yo'q. Dadam bugun ruxsat so'rab yinib kel. Jiddiy ish bor degan edi. Shunga shundoq bo'lsa-mu, salamidan birani berib o'tib, mangala adash, har qancha pulga olgan salom bo'lsa-mu, adash, va nimanchi gap qilsizlar? Ajab siz gap qilib ketdinglar-ya. Umrimda bir qitim oldingdan to'g'ri o'tib qolganga. Bakri qizardi. Orqadan bo'zdek tatardi. Uning ochiq kelganligi aniq edi. Hoy, bo'ldi, adash, bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Aras, nimangnikan bu ko'tinglarga bostirib, yo'rg'iltib yurganinglar? Bu velosiped adash. Ha. Qancha pulkan bu tamar? Nada oldingmi? So'z ko'praqni dukkanda oldim. 60 ko'y. Nima? 60 ko'y? İş turgan mal dünyalarına bak daşa. Hükümetnikini ya atamsın ya. O zamanlardaki 60 yeniden hazırki 6 bin yende kıymeti boğaçka bu şeytançakның bağısını anlap çöçüp kettim. Lekin dakika ötmey işçimki bir ot kirib aldı. Yani bu velosiped deb atıldığan yorgulğuşni minishni ulgunib, ondan dadamga deb birini aldırış qararı keldi. Ekranlar men bir atıp bakay. Şundaq deb Bekirning berish bermaslikka qarmayla şeytançakның to'paq müngüzlik tutquchini tatib oldi. Ondan kasamni o'chki yuzga o'xshaydigan o'ltirg'ichi qo'yib, paloq deb kichik putini oldim va kuch bilan tepdim. Shundoqli tepkinimni bilatdim. Bu narsaning unchola tezligini nadim bilay. Shaytonchoq bilan qo'shib yo'lga do'milab tushdim. Usti boshlarim to'pig'i melinib, to'nug'siz bo'lib ketganning tashayinida so'l taraf badanim sirqirab og'rib ketdi. Ochchig'imda shaytonchoqni zarbi bilan ishtirib o'tib, "O adash qandoq nima bor? Ustiga bu qadar qilib vakina bilan?" Qo'cha. Bakri kulib turib meni yo'ladi. Chalmisanlı qo'ng'ondan ko'rmanglar adash. Nima idovatman qo'y buni. Ignorsanlar hech qancha ta'sir emas qo'y bu. Bu gapni anglab, menda shaytonchoqni haydashni o'rganish istiki qo'zg'aldi. Hey adash, amsi menga bir o'rgatib qo'yinglar. Eldan elga nab debdikan. Sizlardan menga shu hunar bo'lsa-mi yo'qsin? Sizlardan menga shu hunar bo'lsa-mi yo'qsin? Shu adash. Kichik chog'larimizda sizdan menga xeyli hunarlar yo'qqan edi. Endi qaytirib bermsam bo'lmasa? Bakri kichik chog'larimizdagi kapsizligimni va men uningga o'rgatgan eski qiliqlarni ko'z tutib shundoq tavatatdi. Uning chaqchiqini anglab ixtiyorsiz kulib tashildim. Bugun bo'lmaydi adashim. Dedi Bakri kulkidan o'zini orom to'xtatib. Dadam ruxsat so'rab yinib keldigan. Uyda qarishib bermsam bo'lmaydigan muhim ish bor ekan. O'g'illikka dam olaman. Shu chog'da o'g'itib qo'yay. Gap shunda qaror topdi. Bakirning velosipedining keyniga mingishib, yarim yo'lda mahallaga qaytib keldi. Hamda o'ygunning kelishini kutib, uydagi ishlarga yordamlashgach, mo'zdozlik hunarimga kirishib ketdim. Ammo kallamdan Guljamalning xiyoli birdammi ner bo'lmaydi. Bakirning zerikmay o'gitishi va yetilab berishi bilan oxir velosiped minishni o'rganib oldim. Biroq oilamizda velosiped og'idek pul yo'q edi. O chog'larda bizdek dehqon xalq degan 60 ko'y emas, 6 mo'channimi titrab turib xajlaydigan vaqtlar bo'lg'achqa, birli vaqtda bunchalik ko'p pulni g'amlash tasidi. Biroq bu narsani menib berib, Guljamal va uning baqqan ota-onasiga bir ko'zitib qo'ygim kelib, chidayolmay qoldim. Shunda qilalsam ularning oldidan nocha hisoblanatdim. Do'kondan hozirli setib olish mumkin bo'lmaganlikdan Bakirning velosipedini yarim kunlik so'rab, qo'yindek tez haydigan peti Guljamallarning mahallasiga qarab ushdim. Bu qitim ularning uyini yurakli oldi chekdim.
Tapqan sababim velosiped haydab uzoq yo'l yurib, yirib ustab ketgach ussizlik so'rash bo'ldi. Ilgirki 2 qitimga o'xshashla yana qizg'in qarshi elindim. Bu qitim uydagi hammaylar bar bo'lib, ularga ko'rsatib qo'yish maqsadimga to'liq yetgan edim. Shunda qilib, hali bu ishni bahona qilib yurib, to'liq kiraverib, bu uyning doimlik mehmoniga aylandim. Ya'ni kelib, har qitim kelganda Bakirning velosipedini so'rab, shuni haydab kelatdim. Ammo toki bu ish buzilg'ichi bo'lgan orliqda bu uydagilar mendan qilchilik gumon qilmadi. Ya'ni Guljamalni marab kelganini hech kishi bayqamadi. Shu tarazida bir oycha Guljamallarning uyiga kelib ketib, ish kishlariga qarshi berib yurdim. Bir kuni yana shu velosipedni so'rab Oxunimning uyiga keldim. Yordamlashadigan ish kuch bo'lsa qarshi bergach turay dedim. Qamarxon takalluf qilmayli meni baqqa boshlab chiqdi va yo'g'on bir ko'takni ko'rsatib, mushni o'tin qilib parchalab berishimni aytdi. Men paltini qo'limga ilib ishga kirishib ketdim. Ola hazal bir osh peshimda uzoqroq hablashib yurib, ko'takni o'tin qilib ushaq parchalab bo'ldim. Bu chaqda yerib tarlab holim qilmagan edi. Xuddi talashqa salgan ishdek hasirab ketdim. Peshonamdan saqaltgan tarni surtib bo'yliga kirsam, supida chiroyda muz yog'dirib, onam qo'sig'ini hozirlab tug'digandek dombaytib olib, yomg'irdek yosh to'kib, nurisa ishkisi o'ltiratdi. Qamarxonning chiroyi xassidek tatirib ketgan bo'lib, Oxunimmi titirgan holda beshini tuvan selib o'ltiratdi.